bilan biz suyak va to'g'ay to'qimasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, dastlab to'g'ay to'qimasida to'xtalsak, keyinchalik suyakka to'xtalamiz. Demak, birinchi videomiz to'g'ay to'qimasi haqida bo'ladi. Demak, to'g'ay to'qimasi bu biriktirish to'qimani ixtisoslashgan bitta ko'rinishi. Demak, ixtisoslashgan tur hisoblanadi. Nimaga? Chunki u muayyan bir organlarda joylashib, shu organlarda struktur qo'llab-quvvatlovchi, ya'ni tarkibini hosil qiluvchi xususiyatga ega bo'ladi. Demak, to'g'ayda 3 tur bor. Xo'p, 1 2 3. Birinchisi gialin to'g'ay, eng ko'p uchraydigan turi. Ikkinchisi elastik to'g'ay. Uchinchisi tolali yoki fibroz to'g'ay. Mana shu 3 ta turdagi to'g'ay bizning tanamizda mavjud. Demak, gialin to'g'ayni qayerda topishimiz mumkin? Gialin to'g'ayni biz suyaklarda bo'g'im yuzalarida, mana umumiy rasmda qaraydigan bo'lsak, yashil ko'k ekan. Yashil emas, ko'k. Ko'k rangda berilgan joylar mana burunni to'g'aylari, suyaklarda birikish yuzalari, keyin qovurg'alarda to'g'ay qismlari. Mana shu joylarda qaysi to'g'ay topar ekanmiz? Gialin to'g'ay topamiz. Keyingi tipdagisi bu elastik to'g'ay. Elastik to'g'aydan nomi o'zi ko'rsatib turibdi. Demak, tarkibida elastik tolalar bo'lgani uchun ham egiluvchan bo'ladi. Misol uchun quloqimiz. Agar quloqimizni olib turib bunday bukib ko'radigan bo'lsak, hech qanaqa zarar yetmaydi, ko'rgansizlar. Demak, shu nima uchun esa quloqda tarkibida elastik to'g'ay bo'lgani uchun. Keyingi tipi bu tolali to'g'ay yoki fibroz to'g'ay. Bu umurtqa pog'onasini tarkibiga kiradigan, misol ikkita umurtqa suyagi bo'ladigan bo'lsa, mana qizilda berilyapti bu yerda. Ikkita umurtqaning o'rtasida nima turadi? Umurtqa disklari. Shu umurtqa diskini ko'radigan bo'lsak, atrofini o'rab turgan tolalar anulus fibrozus deyilsa, fibroz tolalar halqasi bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'rta qismda, demak, nukleus pulpozus bo'ladi. Yana pulpoz yadro bo'ladi. Demak, mana shu anulus fibrozus qism qaysi to'g'ayga kirar ekan? Aynan tolali to'g'ayga kiradi. Xo'p, endi to'g'ay to'qimasi biriktirish to'qimani bitta turi bo'lgani uchun tarkibi hamma biriktirish to'qimaga o'xshash. Ya'ni nimalar? Asosiy modda bor. Asosiy modda bor. Demak, mana bu yerga yozaylik. Asosiy modda. Tolalar va hujayralar, to'g'rimi? Hujayralar. O'tgan safar ham gaplashdik biriktirish to'qimada. Mana shu 3 ta komponent to'g'ayni ham tashkil qiladi. Xo'p, to'g'ayda asosiy moddasida nimalar bor deydigan bo'lsak, to'g'ayda asosiy moddasida demak proteoglikallar bor. Proteoglikallar haqida gaplashdik. Glikozaminli glikallardan tashkil topadi, gialuron kislotasi bo'ladi, o'zagida keyin undan asos oqsillar keyin yana zanjirlar birikadi deb aytdik va aynan shu proteoglikallar tarkibidagi glikozaminli glikallarda maxsus turi xondrotin sulfat bilan keratan sulfat nisbatan nima bo'ladi? Ko'p bo'ladi. Qolgan to'qimalarga solishtirganda, misol uchun suyakka solishtirganda xondrotin sulfat, keratan sulfat nisbatan ko'proq bo'ladi. Demak, glikoproteinlar bor. Glikoproteinlarni ham o'tgan mavzuda gaplashdik. Aynan glikoproteinlarda maxsus to'g'ay uchun mos turi xondronektin va xondrokalsin nima ekan mavjud bo'ladi. Ya'ni to'g'ay o'zida unchalik ham ko'p mineral organik qism saqlanmaydi, lekin ozgina o'sha kalsiyda yoki boshqa tuzlarda juda ham kam miqdorda ushlaydi. Odatda minerallashmagan bo'ladi. Mana mineral komponent yo'q deyapti. Yo'q emas, o'zasi oz desak bo'ladi. Bo'ladi, kam bo'ladi. Juda oz bo'ladi. Shuning uchun ham to'g'ay minerallashmaydi, qattiq emas. Agar to'g'ay kalsiyni tortib o'ziga kalsiy biriktirishni boshlasa, u suyakka aylanishni boshlaydi. Keyingisi, demak, tarkibida ko'p miqdorda suv bo'ladi. Mana xondrotin sulfat dedigan keratan sulfatlar o'ziga ko'p miqdorda suv tortib turadi. Demak, suv 75% gacha tashkil qiladi to'g'ayda. Endi to'g'ayda asosiy moddasini gapirdik. Endi nimalari bor dedik? Tolalari bor dedik. Xo'p, biriktirish to'qimani 3 ta tolasi bor edi. Qaysi eslab o'tamiz? Kollagen tola. Kollagen tolani tarkibida kollagen oqsili. Xo'p, elastik tola bor edi. Elastik tolalarning tarkibida elastin oqsili. Keyingisi retikular tola bor edi. Retikular tola, uning tarkibida ham kollagen oqsili. Kollagenda faqat tiplar bor.
Bunda kollagenni boshqa turi bo'ladi. Xo'p, endi kollagen tolalar, birinchi tip kollagen tolalar. Demak, tolali to'g'ayda uchraydi. Demak, tolali to'g'ay birinchi tip kollagen tutadi. Ikkinchi tur kollagen tolalar demak gialin va elastik to'g'ayda bo'ladi. Elastik to'g'ayda o'zim nom bilan keyin elastik tolalar ham bo'ladi. Demak, elastik to'g'ayda to'g'ri kollagen bor, kamiga elastik tolalar ham bo'ladi. Shuning uchun ham bukiluvchi ham bo'ladi. Endi hujayralardan-chi deydigan bo'lsak, hujayralardan demak dastlab to'g'ayda hosil qilishda xondragen hujayralar to'g'ay pardani nomi demak nima deyapmiz? Perixondrium. Demak, perixondrium bu to'g'ay usti parda. Mana shu pardada, to'g'ay usti pardada xondragen hujayralar bo'ladi. Xondragen hujayralar keyinchalik xondroblastlarga nima qiladi? Aylanadi. Va shu xondroblastlar asosiy o'sha oraliq mahsulotlar, ya'ni xondroblast hujayra ishlab chiqaradi asosiy moddani. Bu qaysilar? O'sha proteoglikallar, glikozaminoglykallar, tolalar, elastik kollagen tolalar mana shu xondroblastlar tomonidan sintez qilinadi. Ya'ni bular o'z-o'zidan ikkita hujayraning orasiga kelib qolmaydi. Asosiy to'g'ayda kim sintez qilar ekan? Xondroblastlar. Asl biriktiruvchi to'qimada fibroblastlar sintez qiladi shuni. Xo'p, demak, xondragen hujayralar perixondriumda bu joylashdi, keyin ular xondroblastlarga aylandi. Xondroblastlar endi sal qarigandan keyin prosta yashab bersa bo'ldi. Nimaga aylanadi? Xondrotsitga. Ketma-ketlik yozamiz, demak. Xondroblast, xondragen hujayra. Undan xondroblast. Undan xondrotsit. Mana shu ketma-ketlikda hujayralar rivojlanadi. Endi mana bu yerda to'g'aylarni har xil bo'yalishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, yaqinroq qiladigan bo'lsak, mana bu gialin to'g'aydi ko'rinishi. Demak, xondrotsitlar ma'lum bir o'zini nimalar bo'ladi? O'rinchalar bo'ladi. Ana shu joyda lakun yoki lakuna deymiz. Ya'ni xondrotsitlar o'tiradigan joyda joylashib oladigan chuqurchani nima deyotganmiz? Lakunalar deyiladi. Demak, mana bu gialin to'g'ayda to'g'ay usti pardasi. Xo'p, keyingisi mana tolali to'g'ay. Tolali to'g'ayda o'ziga xos bo'yalishi. Bunda ham xondrotsitlar o'tiradigan joyda nima deymiz? Lakuna deymiz. Bular bor. Oraliq mahsulotlar bor, kollagen tolalar bor. Mana bu yerda elastik to'g'ayda ko'rishimiz mumkin. Elastik to'g'ay mana to'g'ay usti pardasi. Elastik pastida elastik to'g'ayda ko'rishimiz mumkin. Tak, mana bu yerda o'sha elastik to'g'aydagi xondrotsitlarda o'tirgan nimasi joyi joylashgan joyi, ya'ni lakunalar ko'rinadi. Xo'p. Endi qon tomiri va nervlar hamma to'g'ayga xos bitta xususiyat bor. Bularda qon tomiri va nervlar mavjud emas. Xo'p, nima bo'ladi deydigan bo'lsa, o'sha to'g'ay usti pardasini nima qilib turadi, buni oziqlantirib turadi. Xo'p, xuddi epiteliyaga o'xshab, epiteliyada ham nima bo'lmasdi-yu, bazal membrana bo'lmasdi, hujayralar bo'ladi. Qon tomiri bo'lmasdi, bazal membrana oziqlantirib turadi. O'sha bazal membranadan diffuziya bo'lardi. Bunda ham o'sha to'g'ay usti parda mana ichkaridagi hujayralarda diffuziya orqali nima qilib turadi? Oziqlantirib turadi. Xo'p, endi xondrogenez bu to'g'ayda hosil bo'lish jarayoni nazarda tutiladigan xullas xondrogenez bu to'g'ayda hosil bo'lish bir nechta qismlardan iborat bo'ladi, ya'ni bosqichlardan. Dastlab nima bo'ladi? Agar kimdir embriologiya o'qigan bo'lsa, demak mezenximal degan hujayralar bo'ladi. Shu mezenximal hujayralar mana bunaqa yulduzsimon shaklda bo'ladi. Yulduz shaklda turgan bo'ladi. Keyin ular xondrogen hujayralarga differensiallashadi, ya'ni xondrogen hujayralarga aylanadi. Mana xondrogen hujayralar. Dumaloq turgan. Keyin xondrogenlar matrix, ya'ni hujayralararo moddalar ishlab chiqaradi va to'qima shakllanishni boshlaydi va aynan shu paytda bular xondroblastga aylangan hisoblanadi. Ya'ni xondrogen hujayra mana bu joyda xondroblastga aylanyapti. Mana ichkaridagi ikkita hujayra o'rtasidagi oraliq moddani ko'pgina sintez qilib olganiga, ishlab chiqarib olganiga hujayralar bir-biridan qochib ketgan. O'rta to'lib ketdi-da. Mana shu xondroblast. Keyinchalik shu xondroblastlar mana qarib bo'ldi endi deb turib, alohida gruppa olib turib, mana lakunalarga o'tirib oladi. O'sha qarigan paytda kimga aylanadi endi? Xondrotsitga aylanadi. Demak, mana shu ketma-ketlikda to'g'ay hosil bo'ladi. Demak, o'sha xondrotsitgacha shakllanib bo'lgandan keyin haqiqiy to'g'ayda, biz yetuk to'g'ayda ko'rishimiz mumkin. Endi gialin to'g'ay haqida batafsil gapiradigan bo'lsak, demak, gialin to'g'ay o'zida ikkinchi tur kollagen to'la tutadi. Qayerlarda bor deydigan bo'lsak, bu o'sha suyaklarda
epifis plastinkasi, ya'ni o'sha bo'g'im hosil qiladigan joy bo'ladi. Tepasi ikkita suyak bir-biriga qo'shiladigan epifis plastinkalarda, burunni to'g'ayda, qovurg'alarda o'sha to'sh suyak bilan birikadigan qismi to'g'aydan, u ham gialin to'g'ay, traxeya va mana shulardan eslab qo'yinglar. Traxeya va bronxlarda o'rta qavati, ya'ni to'g'ay qavati ham aynan gialin to'g'aydan rivojlangan bo'ladi. Xo'p, suyak hosil bo'lishida ko'ramiz. Suyakda hosil bo'lishida, ma'lum bir suyaklar hosil bo'lishida birinchi gialin to'g'ay bo'ladi, keyin gialin to'g'ay suyakka aylanib ketadi. Mana shu oraliq bosqichda ta'minlab beradigan to'g'ay turi ham hisoblanadi. Bu boshida to'g'ay bo'ladi, keyinchalik suyaklanib ketadigan holat bor. Suyak hosil bo'lishini ma'lum bir mexanizm bor. Ana shunda vaqtinchalik gialin to'g'ay hosil bo'lib, keyin suyakka o'tadi. Endi bu to'g'ayda o'ziga xos xususiyati demak shishasi ham tiniq bo'ladi va silliq bo'ladi. Aynan shu silliqligi ikkita bo'g'imda bir-biriga ishqalanib, o'sha yaxshi harakat qilishga yordam beradi. Shuning uchun ham bo'g'im yuzasida gialin to'g'ay mavjud bo'ladi. Endi mana bu yerda ko'ryapmiz, katta-katta tolalarni ko'ryapmiz. Bu qaysi tola? Ikkinchi tip kollagen. Ularda o'rtasida proteoglikanlar turibdi. Agar proteoglikanni bilmasangiz nimaligini biriktirish to'qima mavzuga o'tib ko'rib oling. Mana shu proteoglikan ikkita tola o'rtasini to'sib turibdi. Men buni hujayra bo'ladigan bo'lsa, shu hujayrani o'rtasida tolalar ham to'ldira olmagan joyda keyin nimalar to'ldirgan? O'sha proteoglikanlar to'ldirib tashlagan. Shuni kattaytirgan holat mana. Mana shu rasm. Xo'p. Umumiy kartina. Endi elastik to'g'ay haqida gapiradigan bo'lsak, elastik to'g'ayda o'ziga xos xususiyati tarkibida elastik tola, plus ikkinchi tip kollagen bilan. Ikkinchi tip kollagen va elastik tola, ya'ni elastik to'g'aning tarkibida elastin oqsili, bu yerda ikkinchi tip kollagen. Ikkovi qo'shilib elastik to'g'ayda o'sha oraliq qismidagi tolalarni hosil qiladi. Demak, o'ziga xos xususiyati qanaqa deydigan bo'lsak, bular sariq, rangli, egiluvchan va deformatsiyadan keyin o'zini tiklash xususiyatiga ega bo'ladi. Qanday hisob bo'laman? Misol uchun quloqimda elastik to'g'ay bor. Quloqimni buksam, yana o'zining holatiga qaytib bo'laveradi. Demak, quloq suprasida, tashqi eshituv yo'lida, demak, Yevstaxiy nayi bor. O'rta quloq bilan halqumni bog'lab turadigan ana shu joyda ham. Undan tashqari epiglottis degan bizda organ bor. Demak, ana shunda ham elastik to'g'ay bo'ladi. Chunki unga ham elastiklik juda ham muhim, chunki hazm yo'li bilan havo yo'lini nazorat qilib turadigan to'g'ay organda bu. Xo'p, endi keyingi to'g'ay turi bu tolali to'g'ay yoki fibroz to'g'ay. Fibroz to'g'ay demak unda birinchi tip kollagen plus ikkinchi tip kollagen. Bir va ikkinchi tip kollagenlar bo'ladi. Xo'p, birinchi tip ko'proq bunda lekin mana bu ikkoviga nisbatan. Endi bu to'g'ay juda ham mustahkam to'g'ay. Elastik emas, bukilmaydi. Shu bukilmagani uchun ham zarbani ko'taradi, lekin zarbani ko'tarishga ko'taradi-yu, lekin juda ham kuchli zarba bo'lib ketsa, nima ketadi? O'sha zararlanib qoladi. Shuni hisobiga, misol uchun, disk churrasi kelib chiqadi, chunki aytganimizdek o'sha mana bu ikkita umurtqa suyagining o'rtasidagi disk bo'ladigan bo'lsa, aytaylik mana bu yerda nukleus pulposus bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu birorta qismi zararlanib qoladigan bo'lsa, mana nukleus pulposus tashqariga chiqadi-da, tashqariga chiqib turib, mana bu yerdan o'tayotgan nervlarni ezib qo'yadi. To'g'rimi? Ezib qo'ysa, shuni nima deymiz? Biz disk churrasi deymiz. Yurishga qiynaladi, og'riqlar bo'ladi. Demak, aynan qayerda joylashgan ekan? Hop. Umurtqalar orasidagi disklarda qov simfizida, ya'ni ikkita qov suyagini birlashtirib turish simfizida ham aynan tolali to'g'ay mavjud bo'ladi. Endi suyaklar birikish yuzasida bo'ladi, lekin asosan gialin to'g'ay u yerda. Xo'p, demak, xondrotitlar tolalar orasida qator tarzda yoki izagan gruppalar holatida joylashadi. Mana qator deganda nima nazarda tutyapti? Buni tolalar ketyapti, ko'ryapsizlar? Hujayralar mana. Mana bo'lib. Bitta qatorga o'xshaydi. Shuning uchun ham shunaqa deyapti. Mana qator bo'lib, bitta qator bo'lib joylashib oladi. Mana shundan ajratib olsa bo'ladi preparatda. Xo'p, endi keyingi mavzuda suyakda gaplashamiz.